Siz sudya Carlos Alberto Alarconmisiz? Ha, shunday. Bu sizga Don Pablo Escobar Gaviriyadan keltirildi. Sizga nima bo'ldi? Ahvolingiz yomonlashdimi? Yordam bering. Pablo o'z uslubiga ko'ra odamlarga tahdid qilardi. Bezorilar kartel iyerarxiyasida narko savdogarlarni ham tinch qo'yishmasdi. Yo'q. Atigi 1 milliard peso bo'ldimi? Bizni xafa qilyapti iflos ablahlar. Yo'q. Bunday qilamiz. Xarobazordagilarga qurol tarqating. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Keling, oling. Boshqalarga ham tarqating. Bu sizlarga Pablodan sovg'a. Oling, olavering. Barchani chaqirib keling bu yerga, tezroq. Pabloga sharaflar bo'lsin. Sharaflar bo'lsin. Pabloga sharaflar. Sharaflar bo'lsin. Har bir o'ldirilgan politsiyachi uchun $2000 to'layman. Har bir serjantga $5000 beraman. Har bir kapitan uchun esa $20000 to'lanadi. Birortasi mayorni o'ldirsa $50000 oladi. Tizim juda oddiy. Ular o'zlari o'ldirgan odamning nishonini keltirishlari kerak. Hamma tushundimi?